boylik jalb qiluvchi yana bir duo va uni o'qish tartibi haqida havola qilamiz. Ruwiya an Muawiyah bin Ammar qala sa'altu Aba Abdullah radhiyallohu anhu an yu'allimni du'aan lirizqi fa'allimni du'aan ma ra'aytu ajlaba minhu lirizq. Qala radhiyallohu anhu qul اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا واسعا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من من أحد خلقك إلا سعة من فضلك الواسع فإنك قلت واسألوا الله من فضله فمن فضلك أسأل ومن أتيتك أسأل ومن يدك الملع أسأل. Muaviya bin Ammardan rivoyat qilinadi. Abu Abdullahdan so'radim: menga rizq uchun biror ta'sirli duo o'rgating. Men u orqali komil bir rizqqa erishay deya. U zot menga ushbu duoni o'rgatdilar. Muhtaram birodarlar, ushbu rizq jalb qiluvchi duoni shom namozidan so'ng 7 martadan 7 kun o'qisangiz, ishlaringiz yurishib, kutmagan tomoningizdan rizqingiz kengayadi. Inshaalloh taala. Faqat taqvo shartiga rioya qilish esingizdan chiqmasin.